Alo, assalomu alaykum. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Shuningdek, bizni O'zbekiston teleradiokanalizatsiyasi OTT platformasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Ishsizlar sonining ham ortishiga sabab chiqib ketdi zvachka. Qora kishmish navli uzum. Nima demoqchi edim? Samandar, kayfiyatlaringiz qanday? Yaxshi, javob berdi. Samandar, bu yerda necha yildan buyon sport bilan shug'ullanib keladi? Asalchilik bilan shug'ullanib kelayotgan Aziz aka familiyangiz nima edi? Aziz aka mana shu sexni tashkil etgan sektor rahbaridan yordam so'raganmisiz? Sektor rahbari o'zimman-da. Zeboxon oltin medal sohibi. Zeboxon sizni ham tabriklaymiz. Rahmat, hozir juda zodaman. Botirova roziyaman, jiyanim Komiljonov. Kimdoki? O'qitadi. 3 yil o'tizda boshqardi. Mayli, qaytadi. Ishsiz fuqarolarimizni ish bilan ta'minladik. 37 nafar fuqarolarimizni ish bilan ta'minladik. Optashesku baribir. Keksa avlodni birinchi galdagi vazifasi hisoblanadi. Hammalar ota-onalarni yaxshi urug'idan bo'g'ab bo'linglar. Onginglar ham mustahkam bo'ladi. Yetirmagan urug'idan bo'lgan erkak ayollar hammasi ko'piga ham mot bo'ladi, oshqozonga ham mot bo'ladi, kalasi ham yaxshilanadi. Qoni ham kam bo'ladi. Ovqat ham hazm qilolmaydi. Shuning uchun hammalar ota-onalarni yaxshi yetirgan urug'idan bo'linglar. Yigitlar yuzga borganda o'zgaringiz borsin. Amin. Hamisha g'alaba bilan yuringlar. Rahmat. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat.